Qanday qilib uy sharoitida oddiygina choy orqali jigaringizni tozalab, sog'lom qomatga erishish mumkin? Kanalimga tezda obuna bo'lib qo'ying, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Kurkuma choyi jigarni tozalab, ozdirib berish xususiyatiga ega. Kurkumadagi kurkumin moddasi jigardagi yig'ilgan yog'larni eritib beradi, yallig'lanishni kamaytirib beradi, jigarni hujayralarini yangitdan tezlashtirib, yoshartirib beradi, metabolizmni kuchaytirib, tanani yengillashtirib beradi, organizmdagi toksinlarni yuvib chiqaradi, terini esa tiniqlashtirib beradi. Ertalab va uyquga yotishdan avval 14 kun davomida iste'mol. Qon bosimingiz past bo'ladigan bo'lsa, ozgina asal solib qo'shib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Kurkuma orqali tezlik bilan ozishni xohlasangiz, 1 stakan qatiqqa 1 chimdim limon suvini hamda 1 qoshiq kurkumani aralashtiring va kun davomida faqat mana shu ichimlikni iste'mol qilib yuring. Natijasi sizni uzoq kuttirmaydi. Agar siz professional dietolog nazorati ostida sog'lom ozishni va jigaringizni tozalamoqchi bo'lsangiz, 7 dekabrdan boshlanadigan chegirmali narxdagi sog'lom ozish marafonida qatnashing.